باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى حمد سنة ومحمد صلى الله عليه وسلم pak durus salamlarımızı yollagandan qadrli qarindoshlar sizlarni bugungi yangi programmamizda eng oldi bilan sizlarga islomning salomi Allohning salomi bo'lgan assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu degan bu go'zal salom bilan bugungi yangi programmamizni boshlaymiz. Qadrli qarindoshlar, bugungi programmamiz ya'ni bugundan boshlab boshlanadigan buningdan keyin diqqatinglarda bo'ladigan programmamizning ismi bo'lsa Asmaullahil Husna. Allohning güzel isimleri haqidagi derslerimiz bu vaqtdagi suhbatlarimiz buningdan keyin inshaalloh diqqatinglarda bo'ladi. Ya'ni Asmaullah, Allohning güzel isimleri, Allohning ism sifatlari degan vaqtimizda endi bu programma inshaalloh xili uzun davom qiladi. Allah şu barliq isimlarni, Rabbimizning barliq isimlarini özümüzden kudreti yetken şekilde, güzel bir şekilde düşünüp çıkışımız için şu programlarının hemmesini davamlaştırıp berişini Allah Subhanahu ve Taala'dan tövençilik bilen dileyimiz. Hem de her birimizin aklıga şu kelişi mümkün. Yani nime üçün Esmaullah'ın, Allah Subhanahu ve Taala'nın isimleri dersi nime üçün diyen. Bunu biraz düşünce beriş için biz hem kadirli körülmelerimiz, qarindoshlarımızga nima uchun Asmaullah, nima uchun bu mavzuni tanlab qoldik degan haqda biroz tushuncha berib o'tmoqchiman. Ya'ni uzun o'ylanish ham jamiyatdagi qarindoshlarimiz bilan har xil darslarda bo'lishdan keyin shuni his qildimki, bu dinda aqidadan inchga, aqidadan zil, uningdan xatarli kerak bir mavzu, bir narsa yo'q qarindoshlar. Çünkü insanın aqidasi to'g'ri bo'lsa, uning keynidan keladigan barliq amallar to'g'ri, güzel holatda chiqadi ekanda. Aqida o'ngshalgan vaqtida aqidasi to'g'ri bo'lgan insonningki, uning keynidan keladigan barliq o'lishib kelgan hayoti dunyodagi barliq faoliyatlari qaysi sohada bo'lsin, güzel bo'lib, o inson dunyo va oxiratda baxt saodatga erishadigan gapkan. Agar bu buzuq bo'lsa-chi, bu to'g'ri bo'lmagan shakldagi aqida bo'lsa-chi, uning keynidan ergishib kelgan barliq amallarning hammasi shu aqida qandoq bo'lsa, amali ham buzuq shaklda, to'g'ri bo'lmagan shaklda bo'lgan gap. Shuning bilan bu inson dunyo va oxiratda qandoq bo'ldi? Shaqiylik, dunyo va oxiratda baxt saodatning ta'min etolmay ketadigan gap. Bu shuning uchun bu intayin zil mavzu bo'lganligi uchun aqida mavzusi, bu mavzuni tanlab bu programmamizda biz inshaalloh buningdan keyin Asmaullah darsimizni davomlashtiramiz. Qarindoshlar, chunki shundoq insonlar borki atrofimizda biz o'zimiz aralashayotgan, ko'rayotgan, hatto anglagan, ko'rgan shunday insonlar borki, ya'ni ularning aqidasi xato bo'lganligi, aqidasi buzuq bo'lganligi sababli axloqi ham buzuq, axloqi ham nachar shunday insonlarni ko'ramiz. Yani biz dini jihatdan hech qanday ma'lumot yo'q insonlarni qo'yib turaylik. Albatta hech qanday ma'lumot bo'lmagandan keyin ular shuningga yarasha amal qildi. Ammo o'zini dini jihatdan ma'lumoti bor deyotgan insonlar, diniy sohaning ichidagi musulmon taqvodor 5 vaqt namozni o'qiydigan shunday insonlarning ichida ham biz ko'rayotgan. Ya'ni ularning aqidasiga qaraydigan bo'lsak,
so'zlayotgan so'zlarga qaraydigan bo'lsak, hayron qoladigan so'zlarni, ya'ni aqidaga zid bo'lgan narsalarni so'zlab, xiyol yo'q so'zlayoladigan, xiyol yo'q so'zlaydigan narsani anglaymiz qarindoshlar. Nima uchun? Chunki bu aqida to'g'ri bir shaklda tushunilmaganligi, to'g'ri bir shaklda egallanmaganligi uchun, tushunmaganligi uchun ularning so'zlayotgan so'zlari, qilayotgan ish faoliyatlari ham o'zining e'tiqod qilayotgan bu dini va aqidasiga zid holatda chiqadigan gap. Payg'ambar alayhissalom mening ummatimda shundoq bir insonlar keladiki, chiqadiki, ular dindan shundoq so'zlaydi degan. Ya dindan shundoq so'zlaydi. Xuddi o'qiyadan o'q chiqqandek ularning og'zidan din degan narsa, shu diniy so'zlar shunday chiqadi. Ularning oldida namozinglarni, ularning namozi oldida töven noit oddiy chaqlab qolasizlar deydi. ibodatinglarni töven oddiy chaqlab qolasizlar ularning ibodati oldida. Shundoq, ular Qur'oni Karimni o'qiydi, yaqraunal Qur'an la yujavizu hanajirahum. Qur'oni Karimni o'qiydi, lekin Qur'oni Karim ularningki bu gelidan o'tmaydi. Ig'izli qilib bu narsa. Ya'ni qalbga, yuragiga o'tmaklik, ixlos deydigan narsa yo'q. Mushunda shaklda Qur'oni Payg'ambar alayhisalom hadisida yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar-ramiyya. Ular dindan xuddi shu o'qiyadan o'q chiqqandek ana so'zlaydi dedi. Yana shundoq insonlar Payg'ambar alayhisalom bildirganki, yana shundoq insonlar borki, ularning qiyomat kuni amallari, dunyoda qilgan amallari tihomat yig'ida shundoq ko'p amal qilgan, jiq amal qilgan shundoq insonlar keldi qiyomat kuni. Lekin Allah subhanahu va taala ashlarning hammasini haba'an mansura, ya'ni chong to'zon shunda poch bo'lib ketgan chong to'zondek qilib o'tadi Allah subhanahu va taala. Ularning qilgan amallari, namoz o'qigan namozlari, qilgan amallari, tutgan ro'zlari hammasi chong to'zon qilib o'tadi. Nima uchun degan vaqtida Payg'ambar alayhisalom hadisida nima degan desa, chunki ular lakinnahum iza khalaw bi maharimillahi intahakuha. Ular xoli qilganda Allah subhanahu va taala cheklagan, Allah harom qilgan narsalar, bu amallar bilan, bu ishlar bilan xoli qilgan vaqtida qanday qilgan? Allah'ның bekitgan chegaralarini dassigan, buningdan eshib ketdi, buni yanchiydi, bu chegaradan tajovuz qilib o'tadi degan. Qalblariga bormagan, ig'izda bor bu din. Bu diniy masala, Allah, Rasul, bu narsalarning hammasi ig'izida bor, lekin qalblarida yo'q bo'lganligi uchun kishilarning oldida shundoq taqvodek ko'rinsa, kishilarning oldida qilgan so'zlari shu qadar esil, cho'ng sifatlik chiqayotgan. Ammo lekin ular xoli qilgan vaqtlarida Allah subhanahu va taolaning cheklagan narsalarini qilaveradigan kishilar. Chunki ular qanchalik ana shu qiyomat kuni shunchalik ko'p amal bilan kasma hammasini haba'an mansura qilib o'tishi, hech bir ixlos yo'q ularda faqat. Ixlos bo'lmoq, chunki Allah subhanahu va taolo har qanday bir amalni ixlos tepilmasa o amalda, ya'ni Allah subhanahu va taolaning rizoligi ko'zlanmasa va u amal to'g'ri bo'lmasa, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shariati, sunnatiga muvofiq kelgan shaklda bo'lmasa, hech bir amal Allah subhanahu va taolaning dargohida qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz qarindoshlar, aqida mavzusi intayin muhim bo'lganligi uchun bu aqida xuddi misol keltirish to'g'ri kelsa qarindoshlar, bir poyezdninki eng baş birinci vagonga o'xshaydi. Motorboya. Bu motor sağlam, poyezdning beshi sağlam so'raydigan bu motorboya sağlam, bejirim bo'lsa, uning keynidagi butkul vagonlarni bejirim holatda, bexatar holatda so'rab ma'aliginidek. Agar buzuq kashili bo'lsa, keynidagi vagonlarni so'rab ma'amay chatoq chiqarganidek, bu aqida to'g'ri bo'lgan vaqtida, sağlam bo'lgan vaqtida uning keynidan keladigan barliq amallarimiz inshaalloh shu aqidamizga munosib holatda to'g'ri bo'lgan gap. Bo'lmasa, uning keynidan qilayotgan har qanday amal qilib ketayli, xatolikning ustiga chiqadigan gap. Shuning uchun bu aqida mavzusiga yuzlandi qarindoshlar. Aqida mavzusi haqida. Aqidadagi eng xatarlik mavzu. Hamda aqida mavzusi albatta yana bu mavzu hargizim faqat birla nuqtani, birla tarafni tekshirmaydi. Mesela e'tiqod, ya'ni aqida demak e'tiqod qilish, bir narsaga jazm qilib ishonish degan ma'nolarni bildirgan bo'lsa, masalan buningki
Allah subhanahu va taolaga iymon etishdan boshlang'uchi bundan boshlansa, bu yerda farishtalarga iymon etish, Allohning kitoblariga, oxirat kuni nurg'un narsalarni e'tiqod qilish, buningga ishonish kerak. Endi bu mavzularning ichidagi eng muhim mavzu qaysi? Aqida mavzularining ichidagi Alloh subhanahu va taolaga iymon etish, uningga ishonish mavzusi. Bu Allohga qanday iymon etimiz? Chunki bu Allohga iymon etish barliq asoslarning asosi, barliq shoxchilarning manbasi. Butkul asoslarning asosi Allohga iymon etish va barliq shoxchi ushaq-tushak ishlarning hammasining manbasi yana Allohga iymon etishninki asosi qurilgan. Balki Alloh subhanahu va taolaga aloqador bo'lgan, Allohga iymon etish mavzusiga aloqador bo'lgan, Allohga iymon etish mavzusini eng yaxshi bizga tushuntirib beradigan Asmaullahil Husna, Allohning go'zal ismlaridan boshqa bir narsa bo'lmas kerak. Chunki bu mavzu Asmaullah, ya'ni faqat va faqat buning tekshirish nuqtasi, so'zlash, bahs qilish mavzusi nima bo'lsa, faqat Alloh haqida. Rabbimiz haqida bizga tushuncha beradi. Rabbimizning barliq ismlarini bizga eng go'zal shaklda, eng talab qilingan shaklda bizga tushuntirib beradi. Shuning uchun biz Rabbimizning bu go'zal ismlarini bizdan talab qilingan shaklda qudratimizning yetishicha go'zal bir shaklda tushunishimiz uchun bu darsimizni inshaalloh davom qilamiz. Chunki hamda inson agarda Alloh subhanahu va taolaning butkul koinotlarni yaratquchi, o'zini yaratquchi ekanligi, xoliq yaratquchi ekanligiga iymon etish bilan kifoyalanib, uningdan ko'p texmbek, uning boshqa go'zal ism sifatlarini talab qilmasdan, uni o'rganmasdan va Alloh subhanahu va taolaning buyrug'iga, cheklimlariga bo'ysunmasdan, uning oldida tiz bukmasdan va uning shariatidan hukm talab qilmasdan, faqat va faqat Allohning yaratquchi ekanligidan iborat bu sifatiga iymon etish bilan cheklanib qolsa, buning bilan kifoyalansa, o'ylab boqaylik qarindoshlar, bu insonning iymoni ilgiriki Makka mushriklari Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo shu Makka mushriklarining so'zini degan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa. Ular Allohni qo'yib ibodat qilayotgan, cho'qinayotgan haliqi butlarini nima degan ular? Biz bularga faqat bizni Alloh subhanahu va taologa biroz yaqinlashtirishi uchun ibodat qilamiz degan. Bugungi kunimizda qarindoshlar, bu fikrlarning chechilang'u fikrlar, xilma-xil nazariyalar qoplab ketgan bir dunyoda yashayapmiz. İnson nurg'unlagan, anglamagan har xil nazariyani oladi, har xil tushunchalar bilan yashaydi atrofida. Heli uningdan qo'rqayotgan, heli buningdan ansirayotgan, heli buningdan bir xil narsalarni ya uningdan manfaat kutayotgan, ya tama qilayotgan, birisi hech kim aziz qilinmaydi, xor qilinmaydi dunyoda Alloh subhanahu va taolodan boshqa. Ya'ni bir mu'minmi o'zi xohlamagan shaklda, o'zi iroda qilmagan ish tuyuqsi, hech bir ixtiyorsiz shaklda nurg'unlagan aqidasiga zid amallarga, aqidasiga zid tushunchalarga kirib qolgan gap. Shuning uchun bir inson, bir mu'min Alloh subhanahu va taolaning faqat yaratquchi ismi bilan iymon etish bilan, buning bilan kifoyalanib boshqa ismlar haqida izlanmagan vaqtida, tushunmagan vaqtimizda qanday qilamiz? Bizning iymonimiz ana shu ilgari Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalarni biz bularga faqat bizni Allohga yaqinlashtirishi uchun ibodat qilamiz degan shu mushriklarning shularning iymonidan hech bir ko'p farqlanmasa kerak. Farqlanmaydigan bir iymon bo'lib qolishi kerak. Chunki nurg'unlagan buningdan bir narsalarni umid qilamiz, buningdan qo'lidan ish keldiganda qaraymiz, dunyoni falon pustallarning boshqarayotganligini o'ylab qolamiz. Bu aqidaga butunlay zidki bu ishlar. Qarindoshlar, endi biz bugun muqaddima shaklida oldi bilan biz so'zlaydigan nima desa, Alloh subhanahu va taolaninki bu Asmaullahil Husna, bu go'zal ismlarninki Allohning da'vatiga da'vat qilishdagi o'rni zodi nada, ahamiyati nima degan bu mavzuda, bu nuqtada biroz tushuncha berib o'tmoqchi. Birinchisi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonga bir idrok qilish quvvati, tushunish, idrok qilish, bilish quvvatini ato qildi Alloh subhanahu va taolo.
bu kuch quvvatni ato qilgandan keyin hamda bu ato qilgan bu xususiyat bilan inson barliq boshqa mahluqotlardan alohida qildi Alloh subhanahu taolo bu ne'matni ato qilish bilan. Bu Alloh subhanahu taolo bizga ato qilgan bu ne'mat bizni nimani talab qildi bizdan? Haqiqatni izlashimizni, haqiqatni talab qilishni taqozo qiladi. Ya'ni insonga bu qudrat, bu xususiyat nima uchun ato qilindi? İdrak qilish, tushunish, tafakkur qilish, aqlini ishiltish bu ne'mat nima uchun berildi? Haqiqatni izlab topsin, haqiqatni o'rgansin, bilsin deb berildi bu narsa. Shuning uchun bir inson bu haqiqat to'g'risida izlanmagicha, va o'zining mavjud bo'lish, dunyodagi mavjud bo'lish siri haqida izlanmagicha va o'zining mushu dunyoda mavjud bo'lish nishoni, g'oyasi haqida izlanmagicha va mushu dunyoda bor bo'lib, mushu dunyo hayotida yashagan muddatcha o'zi qila oladigan eng esil, eng afzal, eng yaxshi amal mumkin bo'lgan eng yaxshi amalni izlab bu haqda izlanmagicha, buni izlanmay buning sal qarasa inson o'zining insoniylik darajasidan tövanga tushib boshqa bir mahluqotlarning darajasiga tushgan bo'ladi qardaşlar. İnsoniylik darajasidan tövanga tushgan bo'ladi. Ya'ni nurg'unlagan hojatlar bor Alloh subhanahu taolo inson uchun kerakli bo'lgan. Bu yerda tövan hojatlar bor, yuqori hojatlar bor, muqaddas hojatlar bor. Alloh subhanahu va taolo bizga ato qilgan, bizga bergan bu kuch-quvvatlarning hammasi, bu ne'matlar, bu har xil bizdagi inson nafsida bo'lgan bu g'ariza, bu narsalarning hammasi nima uchun ato qilingan? Ashuning hammasining talabiga loyiq ravishda biz uning talabini qondirishimiz kerak. Va biz Alloh subhanahu taolo bizning bir narsani tomoq yeyish, ussash, qo'saq ichish, bu g'ariza, bu nimani bergandan keyin buni biz qondirishimiz kerak. Shundaqla Alloh bizga ato qilgan barliq bizning shahvatlarimizdan tortib hamma narsa bizga berilgan bu xususiyatlarning hammasi uning talabini inson tabiiy qondirish kerak. Alloh bergan narsaning hammasiga uning ashu bizdagi berilgan bu narsalarning talabini qaysi yo'lda qondirishimiz, qaysi shaklda qondirishimiz qatorliq barliq yo'llarni nihoyat ochiq ko'rsatib qo'ydi Alloh subhanahu taolo. O'z shariati bilan halol yo'ldan, to'g'ri yo'ldan qanday qondirishimiz kerakligini tushuntirib qo'ydi. Kimiki bu shaklda to'g'ri yo'lda qondirmasa, nohaq yo'lda qondiradigan gap. Biz, ya'ni demak, bu Alloh subhanahu taolo ya'ni bu idrok qilish quvvatini bergan ekan, bu idrok qilish quvvati orqali o'zimizning vazifasini, mavjud bo'lishimizdagi sir hikmatlarni bu haqida izlanmasak, bu vaqtda to'liq ma'lumotni, eng to'g'ri sog'lom ma'lumotni mingimizga qochirmasak, bu vaqtda xato fikr, xato tushuncha, xato e'tiqodlar bilan mingimiz to'ladigan gap, qalbimiz buning bilan to'ladigan gap. Shuning uchun o'zining mushu dunyodagi mavjud bo'lish sirini, haqiqatini, g'oyasini, nima uchun dunyoda yashayotganligi, bu haqda izlangan inson, bu haqda tafakkur qilgan inson, balki u dunyoda o'zininki mavjud bo'lish, o'zining zotini, o'zining mavjud bo'lish haqiqatini, dunyoda o'zining bir haqiqiy musulmon ekanligini isbotlashga bir oz yaqinlashgan kishilardan bo'lishi mumkin. Ikkinchi mavzu bo'lsa Asluddin ma'rifatullah. Dinning asli Allohni tunish. Dinning asli Allohni tunish. Biz yuqorida so'zlab o'tdik. Ya'ni dindagi eng xatarlik, eng zil narsa aqida so'zlab o'tdik. Bu to'g'ri bo'lsa sog'lom bo'ldi, amal buzilsa buzuq bo'ldi. Bu eng muhim masala deb o'tdik. Dunyo va oxiratga yetishlik. Alloh subhanahu va taolo yana innalloha shundaq bir nimbaki innalloha la yaqbalu min qawmin shari'atahum illa iza sahhat aqidatuhum. Alloh subhanahu va taolo bir qavmdan u qavmning hech bir amalini qabul qilmaydi, faqat bir shart bilan. Agar ularning aqidasi sog'lom bo'lsa, aqidasi to'g'ri bo'lsa, undan qabul qildi dedi. Va biz Allohni tunishdik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolani tunishning, bilishning fazli, ya'ni fadlu ma'rifatillah ala ma'rifati xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi. Ya, Allah subhanahu va taolani tunish, bilishning fazilati, Allohni tunish va bilish bilan
Allohning mahluqotlarini bilishning o'ttirsidagi farq fazilat xuddi Alloh bilan mahluqotlar o'ttirsidagi farqdek cho'ng farq bor edi. Allohning mahluqotlari bilan Allohdek cho'ng farq bor. Fazilat jihati shundoq ortiq deydi. Allohni tunish bilan Allohning mahluqotlarini tunish o'ttirsidagi farq qarindoshlar. Qanchalik cho'ng musobaqa bor bu yerda qarindoshlar o'ylab boqaylik. Qarindoshlar Shahr ibn Havshab radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom shunday deydi: "Fadlu kalamillahi ala kalami xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi." Allah subhanahu va taolaning so'zlari bilan, ya'ni Allohning so'zlarining boshqa mahluqotlarni, Allohning mahluqotlarining so'zlariga nisbatan bu ikkisining o'rtasidagi farq fazilat xuddi Alloh bilan mahluqotlari o'rtasidagi fazilat ortiqchilikdek aynan fazilat bor dedi. Alloh subhanahu va taolaning so'zlarining fazilati. Yani bundan biz nima olamiz? Fadlu ma'rifatillahi ala ma'rifati xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi deya ma'lumotni olamiz. Shuning uchun ma min ma'rifatin ta'lu ala an na'rifalloha azza va jall. Hech qanday bir ma'rifat dunyoda, har qanday bir ma'lumot tunish ilm bu Alloh subhanahu va taolani tunishimiz, Allohni bilishimizdan iborat. Bu ma'lumot, bu ilmning ustiga hargiz chiqolmaydi. Shuning uchun hadis qudusda Ibn Adam asarda shunday kelganki, Ibn Adam utlubni tajidni fa iza wajadtani wajadta kullu shay wa in fittuka fataka kullu shay. Ibn Adam, Adam o'g'li meni talab qilgan. Meni topsan. Meni talab qilgan, meni topsan. Agar meni topsang, hamma narsani topgan bo'lsan, hamma narsaga erishgan bo'lsan, meni yo'qotib qo'ysang, hamma narsadan ayrilgan bo'lsan, hamma narsani yo'qotgan bo'lsan. Qarindoshlar, biz bir misolni keltiraylik. Biz hozir yuqorida ilmdan ortiq, ya'ni Allohni tunishdan ortiq ma'lumot, bir insonning Allohni tunish, Allohni bilish ne'mati ato qilingandan ortiq cho'ng bir ne'mat bu ma'rifatning ustiga, bu ilmning ustiga o'tadigan bir ma'lumot yo'q dedi. Bir misol keltiraylik. Agarda shuni tasavvur qilaylik. Bir kichik bir bola, 5-6 yoshlik, 7-8 yoshlik bir bola agarda mening noiti buyuk bir mablag'im bor, katta mablag'im bor, cho'ng mablag'im bor desa, biz shu bolaning ig'izdan chiqayotgan shu qattiq cho'ng bakjiq pulim bor, jiq mablag'im bor degan shu mablag'ni qanchalik taxmin qilamiz? Sanbamidi bu yerda faqat buyuk mablag'im bor dedi. Noit cho'ng mablag'im bor dedi. Kichik bola ammo. Biz buni qanchalik taxmin qilamiz? 100 so'm, 200 so'm, 300 so'm. Ya shunchalik taxmin qilamiz hamda. Chunki kichik bir boladan anglayotimiz bu so'zni. Ammo mush so'zning o'zini buyuk mablag', katta mablag' degan so'zning o'zini yana bir davlatningki ministeri yoki cho'ng bir raislardan birisi qilib, biz masalan palon mundaq ish uchun yoki bir urush uchun noiti buyuk bir mablag' hozirladik desa, biz buni qanchalik taxmin qilamiz? Biz eng az bo'lganda buni necha milliardlab noit yuqori eg'izimizga patmaydigan son bilan taxmin qilamiz hamda. O'xshash so'z bilan noit buyuk mablag' degan so'z bir insonning, bir kichik bolaning eg'izidan chiqdi, ma'lum bir taxminiy bir son bilan taxmin qildik. 200-300 so'm balkim. Yana bir insonning eg'izidan chiqdi, buni necha milliard holatda taxmin qildik. Xo'sh, agarda mushu buyuk degan, katta degan bir so'z olamlarning yaratquchisi, osmon zaminning yaratquchisi bo'lgan Alloh subhanahu va taoladan chiqsa, buni qanchalik taxmin qilamiz? Alloh Qur'oni Karimda va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Allah subhanahu va taala sana sen bilmagan narsalarni o'rgatdi dedi Alloh subhanahu va taala. Sen bilmagan narsalarni o'rgatdi, bildirdi sana. Allohning sana fazli marhamati, fazli nihoyat buyuk, nihoyat cho'ngdir dedi. Nihoyat cho'ngdir. Ya'ni bu ilm, ma'rifat Allohning fazli, sen bilmagan narsani bildirdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taala haqida, Allah o'zi haqida o'zining ma'rifatini,
o'zining shu ismlarini tunish ne'matini bizga ato qilsa, ato qilgani, ya'ni bu nima bo'lsa, ajoyib cho'ng, buyuk bir fazl rahmat bu deydi Alloh subhanahu va taolo. Rabbimizning ismlarini, ism sifatlarini bilishimiz, bu ne'matni agar Alloh subhanahu va taolo bizga nasib qilib bilalasak, bu ne'matga erishalasak, bizdan baxtli, bizdan katta bir inson bo'lmaydi, qarindoshlar. Nihoyat Allohning sana bo'lgan fazli büyüktür de, nihayeti çoğundur deydi. Ve kana fadlullahi aleyke azima. Allah azim, nihayeti kattı deb süpetildi bu nimetini. Bu bir, şunun için bu ilim mertebesinden artık turduğun, ilim mertebesinden yukarı turduğun, hiç kandak bir malumat, hiç kandak bir ilim dünyada yok kardeşler. Yok. Alimler şundak deydi ki, ve izâ aradted dünya fe'aleyke bil ilm. وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. Eğer dünyanı irade kılsan, eğer dünyanı xalısan, sen ilimni lazım tutqın. İlimni lazım tutuşun gerek. İlimge yüzdünüşün gerek. Eğer ahiretini irade kılsan, yanılı ilimni lazım tutqın dedi. Yanılı ilimni. Eğer her işkilisini irade kılsan, yanılı ilimni lazım tutqın. Sana ilim gerek dedi. Sana ilim gerek. Şunun için el-ilmu la yu'tika ba'dahu illa iza a'taytahu kullak. Ve iza a'taytahu ba'daka lem yu'tika şey'an ve yazallul mer'u aliman ma talabal ilm fe iza zanna ennehu kad alima faqad cehil. İlim sana özünün bazı bir kısımlarını eğer sen ilimge bütün vücudunu vermesen, bütün vücudunu, barlığını ata kılsan, ilim sana bazı bir kısımlarını sana ata kıldı. Bazı bir kısımlarını berdi o ilim. Eğer de sen onunla bazı vaxtın çıkan vaxtında, beka kılan vaxtında, için puşup kılan vaxtında, bunda iç puşup halatda, xiyalını kep kılan vaxtında ilimge özünü şu vaxtında versen, ilim sana hiçbir nersisini vermeydi. Hiçbir yerini tutkuzmaydı o ilimde. İnsan ilim talep kılgan müddetçe alim hesaplanıdı. İlim talep kılgan müddetçe, öğrengen müddetçe, talep kılgan müddetçe alim hesaplanıdı. Kaçan ki o insan, ben bir nersini bilip buldu, ben hazır alim buldu, ben püttüm diyen hemen o insan cahillikning darvosiga kirgan bo'ldi. Jaholat darvosiga kirgan bo'ldi. Endi bu munosabat bilan shuni eslatib o'tamizki, ilim talab qiluvchi, haqiqiy ilim talab qiluvchi qanday qildi? Oxiratni dunyodan ortiq ko'rdi. Barliq talab qilgan ilimlarda oxiratni ortiq ko'rdi dunyodan. Hech bir dunyoda bir narsani qo'lga keltirman deb buni arzu qilmaydi, buni talab qilmaydi. Buni qanday qildi? Har ikki dunyo va oxiratni qo'lga keltirdi. Bu yaxshi niyati, bu taqvodorlik bilan har ikki dunyoni g'alaba qiladi. Ammo jahil bo'lsa qanday qiladi? Dunyoni arzu qildi, dunyoni umid qiladi ilim bilan, shuning bilan qanday qildi? Har ikkilisidan ziyon tortadi. Har ikkilisidan ziyon tortadi. Qarindoshlar, yana bir muhim nuqta, inchki bo'lgan nuqta nima bo'ldi desa, buyruq qilg'uchini, buyruq yo'l yo'riqni tunishdan burun tunishimiz kerak. Buyruq qilg'uchini. Bizga yo'l yo'riq berguvchi, buyruq qilg'uchi Alloh subhanahu va taoloni uning ma'lumot yo'l yo'riqlarini tunishdan burun tunishimiz kerak. Intayin inchki nuqta bu qarindoshlar. Yani bizningki Alloh subhanahu va taoloning buyruq cheklimlarini halol harom bizga masalan ma'ni qil, qilma, harom, halol, mubah, sunnat u bu degan nurg'ulg'an ma'lumotlarni bilishimiz mumkin. Nurg'ulg'an kitoblarni yoda edib o'tgan bo'lishimiz mumkin. Yo'l yo'riq ma'lumot cheklima u bu to'g'risida. Nurg'ul ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shu bir haqiqat esimizda bo'lishi kerakki, shu nuqta nihoyatda inchki esimizda bo'lishi kerakki, agar inson buyruq qilg'uchini oldi bilan tunisa, kim yo'l yo'riq beryapti? Buyruq berguvchi kim? Buyruq qilg'uchini oldi bilan tunib, uning kaynidan buyruq, yo'l yo'riq cheklimalarini ikkinchi qatim tunisa, bu vaqtda qanday qildi u inson? Buyruq qilg'uchini haqiqiy ravishda tunig'anligi uchun shu yo'l yo'riq, buyruq cheklimalarini ijro qilish, ado qilish yo'lida butun narsani pido qilalaydi. Jenini mi pido qilalaydi? Bu buyruq qilg'uchini tunib bo'lgandan keyin uning kayinda uning yo'l yo'riqi, buyruqini tunisa, butun hayotini pido qilalaydi unga.
shuni ijro qilish yo'lida butun vujudi bilan, butun ixlosi bilan qila oladi. Agarda dal aksicha bo'lsa, nurg'un ma'lumot, nurg'un cheklama bu yo'l yo'riqlarni tunib, buyruq qilg'uchini haqiqiy ravishda tunimiz uchun, haqiqiy ravishda tushunimiz uchun kim ekanligini. Bugungi kundagi islom biz Uyg'ur musulmonlari shuning ichida bo'lish bilan birga butkul islom dunyosining masalasi eng cho'ng birinchi darajalik masalasi nima deganda, ular bizdan tortib qanday qilib desa, nurg'unlagan buyurul halol haram, vojib, farz, sunnat u bu nurg'unlagan ishlarni yo'l yo'riq ta'limotlarni bilishlik, ta'limotlarni anglaqlik, lekin bu ta'limot yo'l yo'riqni berib atgan olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo haqqi, Alloh subhanahu va taoloni bo'lsa, haqiqiy ravishda bizdan talab qilingan ravishda tunimoqlik. Tunmagandan keyin qanday bo'lsa, shu buyruqlarni ijro qilishda har xil yo'l izlab, yuchiq izlab, mushu buyruq yo'l yo'riqlarni qanday qilsam shuni qutulaman, qanday qilsam bir amal qilib o'tkazib o'taman shunda har xil fan usul ishiltib ketaman. Har xil usullar bilan qechishga tirishadi. Buyruq qiluvchini tunmagan inson. Shuning uchun intayin muhim nuqtaki, qaynasha biz misol keltirishga o'rgasi o'ylab boqaylik, sahobalar shunchalik oz edi. Aşınçılık az turib sahabiler, bu sahabilarninki bütün bayrakları dünyanın dört tarafının hemmesiga yetib beraqliq. Nima uchun? Çünkü ular Allah'ni haqiqiy tuniyaliqlik, haqiqiy biliklik Allah subhanahu taala. Haqiqiy biliklik. Amma biz faqat Allah'ның buyruq cheklimalarini bilish bilan kifoyalanib, bizni shu Rabbimizning yo'l yo'riqlarini ijro qilishga bizni haydakchilik qildigan, bizga bir kuch-quvvat bo'ldigan, bizga turtki bo'ladigan shu amalni qilish, ijro qilishga turtki bo'ladigan Rabbimizni haqiqiy ravishda bizdan talab qilgan shaklda tuniyolmaganligimiz uchun qanday qilgan. Bugungi butkul islom dunyosining ahvoli zaminda izbosar emas, zaminda kuchlik emas, aciz o'rinda, boshqalarga bo'zaq xotirjam emas, bo'zaq qilingan nurg'un shaklda musibatlarni tortib o'tamiz. Allah subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimda nima deydi? Wa'adallohu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah subhanahu va taolo sizlarning ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tgan kishilarni zaminda qanday hukmron qilgan bo'lsa, zaminda qanday hukmron qilgan bo'lsa, ularni cho'qim hukmron qildiganligini va'da qildi. Ularni cho'qim hukmron qilishni. Va shundaqla ular uchun Alloh rozi bo'lib tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib beradiganligini va'da qildi dedi. Allohning va'dasi bu qarindishim. Va neydi oyatning oxirida va ularning qo'rqinchisini amillikka, xotirjamlikka almashtirib beradiganligini va'da qildi. Allohning va'dasi bu. Nima deydi Alloh? Ya'budunani. Ular menga ibodat qildi dedi. Menga ibodat qildi. La yushrikuna bi shay'a. Menga hech narsani shirk keltirmaydi. Menga hech narsani shirk qilmaydi. Faqat men tarafga yuzlandi. Ularning orzu qildigan, yuzlandigan, tivindigan, so'raydigan tarafi faqat menlam bo'laman. Menlam bo'laman dedi. Allohning va'dasi bu. Xo'sh, musulmonlarning ahvoli nima? Ahvolimiz nima? Realligimiz nima? Ochiq realligimiz qarab boqaylik. Biz zaminda yo hukmron emas, yo dinimiz mustahkam o'rinda emas, yo bo'lmasa xotirjam emas, qo'rqib yurimiz. Nima uchun dunyodagi musulmonlarning ahvoli bu shaklga kelib qoldi? Nima uchun davomli bu to'p bizning vartarimizga kirib ketishlik holat kelib qoldi? Chunki Allah nima deydi? Sura Maryamda fakhalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
Sabab nima deganda Rabbimiz aytdiki, ana shu ilgirki ana shundaq sahoba, ana shundaq mu'minlar ketgandan keyin haqiqiy Allohning va'dasiga loyiq bo'lgan o mu'minlar ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan, o'rin bosar, iz bosar kelganlar qanday qiliqliq? Ado'us salat, namozni zayo qiliqliq, namozni tark etishlik, nafsi xohishlariga agashdi ular dedi Alloh subhanahu taolo. Ular bu gumrohlikni, bu osiyligining jazosini tortidi deb shuning uchun tortyapmiz. Shuning uchun bu farq o'tirimizdagi farq shu. Ilgirki sahobalar bilan bizning o'tirimizdagi farq bu qarindoshlar. Bu. Ular Alloh subhanahu va taolani tunigan, Allohning dinini tatbiqlagan hayotida va shuning bilan nima ish qilgan? Allohning qilgan va'dasiga loyiq bo'lib, Alloh subhanahu va taolo ularga o'zining va'dasini amalga oshirib bergan. Ya Allah subhanahu va taolaning va'dasi mu'minlarga va'da qilib, u va'dasini amalga oshirmay qilishi, butkul koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi, Allohning bir va'dasini mu'minlarga qilgan bir va'dasini amalga oshirmay qilishidan bakrak koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi Allohga yenikroq tuyuldi qarindishim. Yenikroq tuyuldi Allohga. Allah va'dasiga xiloflik qilishi mumkin emas. Allah bizga va'dani qilib qo'ydi. Qachoniki mu'minlar, qachoniki biz Allohning va'dasiga loyiq mu'min bo'la oladi ekanmiz, loyiq kishilardan bo'la oladi ekanmiz, Allohning va'dasi bizni saqlab turibdi. Allohning va'dasi saqlab turibdi. Ya'ni qarindoshlar, ilm mavzusi, ilm sohasi nihoyatda keng bir keng doiradagi nimani o'z ichiga olgan bir soha bu. Shuning uchun ulamolar ilmlar xil doiralarga mesela ilm Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan ilm bor. Mesela bu Allohning mahluqotlariga oid bo'lgan ilm degan xiyolimizga nurg'un narsani keltirishimiz mumkin. Ya'ni ilm degan mesela ilm nimani tadqiq qildi desak, oldi bilan ilm degan mavjud bo'lgan bir narsa, oldimizda bor bo'lgan bir narsani tadqiq qiladi. Şu haqda munozara olib bordi, shu haqda bilimni taraqqiy qildi, shuni tadqiq qildi. Masalan, mush koinotdagi nurg'un narsalarni misol qilishimiz mumkin. Masalan, dunyoda nurg'unlagan osmonda nurg'un falak, osmon jismlarining nurg'un millionlagan, milliardlagan nurg'un bu zavohir, bu tashqi ko'rinishlar mavjud. Falak ilmi yana falakshunoslik ilmlari nima uchun? Bu mushu narsani tekshirib tadqiq qilish uchun falak ilmi, falakshunoslik ilmi maydonga kerakli. Ximiyalik narsalar bor, ximiya ilmi maydonga kerakli. Nurg'unlagan insonning nafsiga aloqador bo'lgan, insonning psixologiyasiga aloqador bo'lgan nurg'unlagan narsalar bor. Buni tadqiq qilish uchun ulamolar psixolog ilmi maydonga kerakli. Ya'ni buning tadqiq qilish nuqtasi psixologiya jihatdan insonning barliq narsalarini tekshiradi. Jamiyatda inson yashayotgan jamiyatda nurg'unlagan har xil ishlar bo'ldi. Shuning uchun bu yerda masalan ilmul ijtimo deydigan mesela jamiyatshunoslik ilmi bu shaklda buni maxsus tafsiliy tadqiq qiladigan bu ilmlar maydonga kerak. Bo'lgan bir narsani ilm degan nima deganda mavjud bo'lgan atrofimizda bo'lgan bir narsani tadqiq qiladigan, tekshiradigan, shu masala haqida izdindigan, uning nurg'unlagan shu yashayotgan shu jamiyat, shu reallikka uyg'un keladigan va uning dalil isboti bo'lgan narsa ilm deymiz masalan. Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan, ya'ni Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan ilmni tekshirish, tadqiq qilish, taraqqiy qildirish bu butkul dunyodagi universitetlarningki sohasi, universitetlarning sohasi. Dunyodagi har qanday bir universitetga bormaydi, dunyoning naridiki. U universitetning ichidagi nurg'un fakultetlarda nurg'unlagan fanlar bor. Tibbiy demsiz, ximiya demsiz, doğrugerlik fakültesi, injenerlik fakültesi, yani nurg'unlagan sohalar bor. Yani barliq universitetlarda shunga o'xshash fakultetlarda dunyo Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan ilmni tadqiq qiladi. Bu haqda munozara yurgizdi, bu haqda ilm o'rganadi. Xo'sh, endi bu Alloh subhanahu va taolaning mahluqotlariga oid bo'lgan ilm nima bu deganda bu dunyoning isloh tepishi, dunyoning taraqqiy qilishining asosi. Allohning mahluqotlariga oid bo'lgan ilmni o'rganish, buni taraqqiy qildirish, buni yetishtirish, mushu dunyo hayotining, dunyoning taraqqiy qilishi, dunyoning isloh tepishi uchun asos bu. Asos. Musulmonlarga buni o'rganish, bu ilmlarni o'rganish
Fariz kifaya. Müslümanlara bu ilimlerni öğreniş fariz kifaya. Yani Müslümanlar çünkü başka din düşmanları başka kişilerin keyinde kalsa aciz kalsa bulmaydı. Dünya ve ilimlerini öğrenip şu yeterlikte Müslümanların içindeki bir türküm insanların ki yani şu cemiyetke yetadigan yani yeterlik bo'lgan bir insanların her qaysi dünya ilimlerinde yani fen ilimleri desek ham bo'ladi degan bu ilimlerde yetişip çıkışı her saat yetişip çıkışı Fariz kifaya ularga nisbatan shu bir cemiyetden ma'lum kişiler yetişip çıksa başka bütün Müslümanlarınki gadinidan yani o üstüden saqit bo'lgan gap o'lqa farizlik nimasi. Yani her bir Müslümanın hamma adamның yani dünya ve ilimlerin hammasini o'rganishi shart emas. Yani ma'lum darajadagi insonlarning yetişip çıkışı bilan boshqalarning ustidan saqit bo'ldi. Bu endi yuqori deganimizdek Allah'ın mahlukatlari bilan bo'lgan, mahlukatlariga ait bo'lgan, doir bo'lgan ilmlarni o'rganish dunyoning islohininki, taraqqi tepishininki, isloh bo'lishininki asosiy taqozosi, asosiy dedik. Xo'sh, endi Allah'ning buyrug'i bilan aloqador bo'lgan ilmchi, Allah'ning yo'l yo'riq cheklama buyruqlariga aloqador bo'lgan ilmchi degan vaqtda bu aslun fil ibada. Yani Allah'ın buyruq çeklimleriga aloqador bo'lgan ilm ibodatdagi asas, ibodatdagi asas. Allah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson bilan jinni menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Yani Allah'ın buyruq çeklimlerini bilmek kim ibodat qila olsin? Yani Allah'ın buyruq çeklimlerini bilmesek qanday namoz o'qiy olamiz? Qanday zakat bera olamiz? Qanday ro'za tuta olamiz? Yani bu ibodatdagi asas Allah'ın buyruq çeklimlerini bilish kerak ham. Bu ibodatdagi asas. Xo'sh, ibodat degan nima? Ibodatni bir tunishtirsak, endi ibodat noyisi kengri doirasiga birozdan keyin inshaalloh so'zlaymiz. Ya'ni keng doiraga bo'lingan bir noyatli doirasi intayin xuddi ko'pincha musulmonlarimiz o'ylayotgandek, tushunadigandak faqat namoz, ro'za, haj degandek noyat oddiy, qisqa bir tor bir doirani o'z ichiga olmaydi. Noyat kengri bir doira. İbadet şundaq bir narsaki o insanның qalbidan muhabbet urg'ub chiqqan, muhabbet aralashib ketgan holatda ixtiyoriy holatda qilingan itoat, ixtiyoriy qilingan bir amal. Va shundaqla bu amali qilayotgan shu amaliga shu haqiqiy ishonchlik keskin dalillar ustiga qurilgan, keskin asos, mustahkam dalil ustiga qurilgan bu şekilde onun kendi delil üstüge kurulup, onun kendi bu insan onu herkes mecburi yaktırmagan halette emas, kalbiden muhabbet urgup durgan halette, kalbi yayırgan halette, ihtiyarlık bilen kılınan ibadet, o insanı dünya ve ahirette baxt saadetke, mengülük baxt saadetke ilip bardıgan ibadet budur. Bir insan, Müslüman yani bir insan dinide özünün dininde müstakim, doğru bulmay durup, doğru bulanmay durup, istikamette mağamagan insan herkes ve herkes hayatta bu dinden hiçbir bu dinden meyvesinden üzenmegen kişi oldu. Herkes üzenmeydi bu kişi. Mümin diyen şundak bir şahsiyet ki muntizim meydanı var. Allah'ın menhec diniği programması bağlaqlık, onun nurgun prinsipal bir şahsiyet mümin. Herkes çeçilangu emas o. Hele o yakta, hele bu yakta cümaydı o. Prinsipal meydanı var mümin olur bir şahsiyet o. Onun perizleri var, vacipleri var, sünnetleri var, ada kıldığın. Halal haramları var, nimelik bilişi gerek bulan. Nurgulgan prinsipal neslerini bildiğin bu şekilde bir şahsiyet mümin. Şunun için biz yani Allah'ın buyruk çekilimlerine alakadar bulan ilim nime ilimken bu ibadetdeki asasken. Her qandaq ibadetdeki asas dedik. Xo'sh, endi yuqorida so'zlab o'tdik yani Allah'ın mahlukatlarına alakadar bo'lgan ilm dunyoning islohi uchun kerak bo'ladi. Dunyoning islohining asosi musulmonlar buningga ma'lum shaxslar ado qilsa, qolgandan saqit bo'ladi. Bu farz kifoya dedik. Allohninki buyruq cheklimlariga alakadar bo'lgan ilm bo'lsa, bu nima degan vaqtida halol harom mesela musulmonlar halol haromni bilish kerak, vacip sünnetni bilish kerak. Bu şekilde Allah'ın buyruq cheklimlariga aloqador bo'lgan ilmni bilish bo'lsa, her bir musulmonning ustiga farz ayin bu. Farz ayin. Xuddi namoz, ro'za qandoq farz bo'lgan bo'lsa, Allah'ın
buyruq cheklimlariga aloqador bo'lgan narsani bilish har bir musulmonning ustidagi majburiyat. Tijorat muomalasi, har kunlik muomala, kunlik turmushdagi muomala, fiqhiy muomala, bu shakldagi narsalarni inson tunishi, bilishi kerak. Hattoki shu insonning harakati, dunyoda qilayotgan ish harakatlari Allohning manhaj, bu Allohning diniga uyg'un shaklda chiqishi uchun, uyg'un shaklda elib berilishi uchun qanday bo'lish kerak? Mu'min Alloh subhanahu va taoloning buyruq cheklimlariga aloqador bo'lgan bu narsalarni bilishi kerak. Majbur buningga. Farz ayin bu mu'minga nisbatan. Chunki u uni bilmasa, halol haromni bilmasa, tijorat ahvolini bilmasa, muomalat qilishni bilmasa, uning kunlik turmushdagi ish harakatlari, faoliyatlari qandoqmi Allohning diniga uyg'un shaklda chiqsin? Bu yo'l yo'riq, bu ta'limotlarni bilmasa, qandoqmi uyg'un shaklda Alloh subhanahu va taoloning diniga uyg'un shaklda, xilof bo'lmagan shaklda qandoq elib bora olasunki? Mumkin emas elib berishi. Shuning uchun mu'min istiqomat ustida, to'g'ri yo'l ustida bo'lish uchun qanday qildi desa, Allohning dinini, shu yaratquchi Alloh subhanahu va taoloning ta'limotini ijro qilishi, ta'limotiga ergashishi kerak. Zimin yuzida Alloh subhanahu va taoloninki, ya'ni ta'limotiga, yo'l yo'riqlarga bo'ysunishga haqliq bo'lgan Alloh tarafidan boshqa bir taraf yo'q zimin yuzida. Alloh subhanahu va taolo tarafidan boshqa bir taraf yo'q. Chunki ana shu yaratquchi, yasag'uchi, bizni yo'qdan bar qiluvchi Alloh subhanahu va taoloning ta'limotiga, uning yo'l yo'riqlariga bo'ysunish bilan inson qanday bo'lsa, haqiqiy baxt, saodatga erisha oladi dunyo va oxiratda. Chunki qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo va la yunabbiuka mislu xabir sura Fatirda shunday deydi. Sana hammadan xabardor zotga o'xshash hech kim sana xabar berolmaydi deydi Alloh subhanahu va taolo. Hammadan xabardor zotga o'xshash hech kim sana xabar berolmaydi. Biz hayotimizdagi barliq ta'limot, yo'l yo'riqni faqat Robbimiz tarafidan, birla Alloh tarafidan elishimiz kerak. Birlam Alloh tarafidan elishimiz kerak. O'ylab boqaylik, men mishada misoldan birini keltiray. Masalan, bizningki nihoyat qimmat pulga, nihoyat xili ko'p pul sarf qilib bir isil, eng oliy bir kompyuter setib oldik deydi. Yoki bo'lmasa nihoyat deganki taraqqiy qilgan isil bir telefonni setib oldik deydi. Nihoyat uniki nihoyat nurg'un ishlarni qila oladigan, nurg'un murakkab ishlarni qila oladigan. Biz tabiiy holatda biz ashuni pul sarf qilib oldik. Nihoyat asrab bir chatoq chiqarmay ishlatganimiz keladi. Buni biz shu ko'ngil bo'lganligimizdan, shuning yaxshi bizga yaxshi xizmat berish uchun, buningga qattiq ko'ngil bo'lganligimiz uchun buni uyga akilib, uning chunki u shirkat yasab chiqqan shirkat uningga bir ta'limot, ishiltish ta'limotini beradi uningga. Endi bir kitobcha bo'ldi. Mush kitoblarni nihoyat inchiklik bilan o'qib, uning zodi qaysi knopkalari qayerga ishlaydiganligi, qaysini bossak qaysi xizmatlarni ado qilib beradigan to'g'ri qattiq tirishib o'qib ketamiz. Shu jihozningki bizdan shu jihozdan eng yaxshi shaklda foydalanishimiz, eng yaxshi shaklda bizga xizmat qilishi uchun. O'ylab boqaylik, bu bir endi Alloh subhanahu va taolo o'ylab boqadi. Hargiz hayotda, yana o'sha bir nuqtani so'zlab o'tishim kerakki, hayotda agarda shu jihozimiz, shu biz setib olgan narsadan chatoq chiqib qolsa, chatoq chiqib bir masala ko'rilsa, masalan shu shahrimiz yashayotgan shahrimiz albatta donliq bir shirkatning yasab chiqqan narsa bilan buzilib qolsa, o'ngshab beradigan yerlar bor. Hargiz shu narsamizni bir baqqalning qishiga yoki tumunchi yog'ochning qishiga olib olmaymiz. Yaxshi ko'rib ketgan bir do'stimiz bo'lib kelsa, men qishiga olib olmaymiz hargiz. Meni o'ngshab bergin deb. Chuqum o'sha ishning texnika egasi bo'lgan insonning qishiga ko'tarib olamiz. Chunki u eng yaxshi bildi deb. Alloh dediki: "Va la yunabbiuka mislu xabir." Ya'ni bizni yaratgan, bizning yaratquchimiz bo'lgan, bizni yo'qdan bar qilgan, bizning dunyo va oxiratdagi yaxshiligimiz, manfaatimizni eng yaxshi bilguvchi Alloh subhanahu va taolodir. Shunga Alloh deydiki, sana hammadan xabardor zotga o'xshash hech kim sana xabar berolmaydi. Shuning uchun biz dunyoda abay deganda yer yuzida Robbimiz yani ta'limotiga bo'ysunishga haqliq bo'lgan, qo'rqishimizga haqliq bo'lgan, uning ta'limotiga labbayka ya Rob,
sana ben keldim ey Rabbim, ben senin buyruklaryňa taýýarman diýişke haklyk bolgan Allah tarapydan başga hiçbir taraf yok kardeşler. O en yaxşı, en doğru, bizge en menfaatlik ilimni, yol yo'riqni ulan beralaydi fakat. Onundan başqası herkes beramaydı. Xo'sh, endi bu yerda yana bir narsa qilib qoldim. Allohning buyruq cheklamalari, Allohning mahluqotlarga aloqador bo'lgan ilm deb buni so'zlab o'tdik. Endi bu yerda Allohga aloqador bo'lgan ilm qoldi. Allohga aloqador bo'lgan ilm qoldi. Ya'ni Allah'ның yol yo'riqlarini o'rganish haqidagi ilm bo'lsin. Mayli Allah'ның mahluqotlarida koinotdagi nurg'un masalan bilganki umumiy ism bilan aytgan vaqtda fanniy ilmlar bo'lsin. Mayli Allah'ningki ma'lum buyruq, yo'l yo'riq, diniy ilmlar, yo'l yo'riq masalan cheklama buyruqlarini o'rganish ilmi bo'lsin. Bu nimaga ehtiyoj ekanda? Biz bunga o'qituvchiga ehtiyojimiz tushadi, kitobga ehtiyojimiz tushadi, vaqtga ehtiyojimiz tushadi. Muzokara qilishga ehtiyojimiz tushadi, qayta ko'rishimiz, yod etishimiz, imtihon berishimiz, oxirida shahodat elishimiz, guvohnoma elishimiz. Bu shaklda buningga ehtiyoj qildi. Mayli Allohning buyruq cheklamalari haqidagi ilm bo'lsin, Allohning mahluqotlariga aloqador ilm bo'lsin, buningga muhtoj. Xo'sh, endi Allohga aloqador ilm nimaga ehtiyojli? Yahtaju ila mujahada. Allohga aloqador bo'lgan ilm bu insondan dars o'qib o'rgangan bo'lmaydi buni. Uni tirishish, inson amaliy ijroga o'tish bilan qo'lga keltirgan bo'ldi. Shuning uchun jahid fatushahid. Tirishqin va ko'rsan natijasini. Bu mujahada, yahtaju ila mujahada. Bu hargizmo dars qilib, mudarasa qilib o'rganishga emas. Bu mücahede, haqiqiy inson mush badanni, vaqtini, hayotini mush rasmiy amaliy maydonga tushib sarf qilish buningga ehtiyoji bor. Xo'sh, Allohga aloqador bo'lgan ilm degani nima? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo haqida bo'lgan, ya'ni dars mavzurimiz bo'lgan Asmaullahil husna. Alloh haqidagi, ya'ni uning tadqiqot nuqtasi, bahs yurgizish nuqtasi, so'zlash mavzusi nima desa, faqat Robbimiz haqida, Alloh haqida. Allohni masalan hammani ko'rib turuvchi. Ya'ni hammani ko'rib tursa yodab qo'ysa hisobmi? Hammani ko'rib turuvchi degan Alloh haqidagi ilm bo'ldi bu. Bu ilm yahtaju ila mujahada. Unda xo'sh, undaq bo'lsa hammani ko'rib turuvchi Alloh uchun inson Allah meni hargiz rozi bo'lmaydigan shaklda ko'rib qolmasin. Inson tabiiy holat qanday bo'lishi kerak? Mujahada qilish kerak, nafsini besish kerak. Alloh rizoligi uchun rasmiy amal maydonga tushish kerak, mujahada qilish kerak. Haqiqiy maydonga tushib, Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmaydigan har qanday o'rinda o'zini Robbininki ko'rib qolmasligi uchun, Alloh biz as-sami, Alloh hammani anglovchi desa, Alloh meni o'zi rozi bo'lmaydigan bir so'zni mendan anglab qolmasin deb, biz butun ish harakatlarimizni, sulukimizni buni o'ngshapmaymiz. Ko'rib turg'uchi, meni ko'rib soladi, meni xato yo'lda ko'rmasin deb buningda ish harakatni qilamiz. Demak, Alloh subhanahu har qanday bir ismi, har qanday bir Allohga aloqador bo'lgan narsa insondan bevosita harakatiga munosabatlik, sulukiga munosabatlik, ish harakatiga. Shuning uchun inson shu o'zining barliq harakatlarini mushu hayotda Allohning diniga, Allohning ko'rsatmasiga uyg'un shaklda elib bora olgan vaqtida, bu vaqtida Alloh subhanahu va taolo bizning bu tirishchanligimiz, bu ko'ngil qo'yishimiz natijasidan Alloh o'zining fadli karim bilan bizga o'zini tunish, Allohning ma'rifati, Allohni tunishdan iborat bu katta ne'matni ato qilib qolsa ajab emas qarindoshlar. Chunki biz har bir ismni o'rgangan vaqtimizda uningdan elindigan, mu'mindan nima talab qildiganligidan iborat bir narsani o'rganamiz. Nima talab qildi? Biz qanday e'tiqodga ega bo'lishimiz kerak? Chunki Robbimizni bu mavzu bakmi cho'ng mavzu qarindoshlarim. Ya'ni biz olamlarning Robbi haqida to'xtalmoqchi bundan keyin. Olamlarning Robbi haqida. Robbimiz haqida to'xtalmoqchi. Har bir ism bundan keyin davomlashganda mush ismlardagi eng inchki nuqtagacha qaysi shaklda iymon etishimiz kerak? Har bir ism bizdan bir amal talab qildi. Yodi elib olishni talab qilmaydi. Tushunib qo'yishni talab qilmaydi. Balki mujohadan talab qiladi.
haqiqiy amaliy har bir anglagan hamon ijro qilmasak, u ismga amal qilmagan, u ismni tushunmagan bo'lamiz. Shu ismni tushungan inson, bilgan inson darhol mujohada talab qilish kerak. Mujohada qilib tirishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining fazli marhamati bilan o'zini texinbak tunitishi mumkin. Texinbak bizga berishi mumkin. Biz qanchalik o'zimizning badallarimizni, tillarimizni, ko'zlarimizni, barliq javorih a'zolarimizni, qanchalik harakatlarimizni Alloh subhanahu va taoloning bu diniga, bu yo'liga qanchalik mustaqim selib mang'algan siri, qaysi shaklda, qaysi miqdorda mang'alasak, Alloh bizga o'zining ma'rifatini, o'zininki bizga o'zini tunitishdan iborat bu ne'matni shunchalik ato qiladi Alloh subhanahu va taolo. Xo'sh, endi bu yerda qanday vaqt munosabati bilan hozir mashada biroz istirohat beramiz. Bu istirohatdan keyin inshaalloh yana davomlashtiramiz kelgan yerimizdan. Bizden ayrılmay, bizden birlikte kalınlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين